katta biznesmenlardan ochig'i men Jeff Bezosni juda ham hurmat qilaman. Ulardagi shu biznes yuritish filosofiyalarini yaqindan shu o'rganib boraman va biz o'zimizda Bellissimoda shu narsani biznes yuritishdagi filosofiyalarimizdan biri shuki, bu ham shu Amazonni shu anaqasi founderi Jeff Bezos o'zlarini biznesida tatbiq qilgan bir filosofiyaki, asosiy fokus bu konkurentlarda emas. Asosiy fokus mijozlarda. Chunki konkurentlar nima qilayotgani bilan ha deb qiziqib, ular nima qilayotgani bilan ha deb vaqt ketkazishga arzimaydi. Asosiysi bu mijozlar. Biz mijozlarimiz nima xohlayotganini o'rganib va ularni talabi bo'yicha biz o'zimizning mahsulotlarimizni sifatini oshirish va biz o'zimizdagi servisimizni yaxshilashga ustida ish olib boramiz.